Mana ko'chat bilan ko'chatning orasi 70 cm. Bitta o'qariga olinadi traktorda katta qilib. Mana hammasi o'qariga u yoqcha olingan. Ko'tama plyonka teshib ekiladi. Mayog'i mana shu orasi 4 metr. Mana eng chekada egatni bir tomoniga ekilmagan. Bu yoqqa palak yozadigan joy yo'q. Bir qator bittasiga ekib, keyingilarga hammasi ikkitadan. Mana mashina ekkanimizga hafta 10 kun bo'ldi. Mana bu tomosha qilib ekiladi. Orasi 70. Agat pushchasi 4 metr qildik biz. Kimdir 3 metr, kimdir 5,5 metr qiladi, har xil. Plyonkani yopib olish kerak, yonboshni ochgandan keyin. Bu sizni o't bosgan yeringizni boshqatdan omach qilib haydab, chizil qilib, keyin o'qariga olinadi u yeringizni oshqovoq ekish uchun. Bo'lmasam o'tni ichida qolib ketib qoladi, ja qiynab ketadi. Yerni shart omach olib kelib haydatib, chizil qildirib, o'qariga oldirib, keyin plyonka ko'masiz. Ashunda chiroq chiqadi.